Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon hayiti muborak bo'lsin barchamizga. Ro'za tutib 30 kun duo qildik kun u tun. Yetdik shundayin kun Ramazon hayit bugun. Yomonlikda tiyildik, savob ishlar ilindik. Tong saharlarda turdik, Ramazon hayitga yetdik. Kunda qilib toqatlar oldik undan rohatlar. Qilib dil ibodatlar qutlaymiz birodarlar. Duoga qo'llar ochildi, Allohdan nur sochildi, qancha gunoh kechildi. Ramazon hayit keldi. Kunlar o'tdi fayzli, umrimiz qolib izli. Bo'ldilar o'g'il qizli, tabriklaymiz sizni. Fitr berdik nochorga, bu ish ketmas bekorga, shukr qildik bekorga. Shukr qildik boriga, qalb to'ldirdi iymonga. Ey musulmon birodar, dilimizda nurli zar, tabrikka she'r magar, yo'lchi xursand yoqsagar. Ramazon hayit bilan barcha O'zbekiston musulmon ahlini, barcha ijodkorlarni, barcha yaqinlarimizni shu bugunga kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan tabriklaymiz. Bir oy davomidagi qilingan ibodatlaringiz, ro'zalaringizni Alloh qabul aylasin. Mehr oqibat yo'qolmasin. She'r muallifi Yo'lchi Ro'ziyevda. Musulmon ahliga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Muborak oyda ixlos ila tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo o'z dargohida husni qabul aylab, jannatlariga burxon aylasin. Muhtaram afandimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bu kundagi shodliklari singari qalblarimiz quvonch va yaxshilikka to'lsin. Musulmon ahliga hayit muborak bo'lsin.